Telefonda 2 yildan oshiq ishlatishlikni tavsiya qilmaymiz. iPhone mi, Samsung mi, nima telefon bo'lishidan qat'iy nazar, agar telefoningizni biznes uchun ishlasangiz yoki telefon ichida zarur ma'lumotlar bo'lsa. Mana bu akamiz ham ertalab tursa shu ahvolga kelgan telefonni endi ichidagi hamma ma'lumotlari xavf ostida, chunki ta'mirlash bu jiddiy narsa protsessorda. Zavod o'zi 1 yil kafolat beradi, siz yana 1 yil qo'shimcha ishlatasiz, shu bilan 2 yil bo'ladi. Agar o'ta zarur bo'lsa 1 yildan ham oshiq ishlatmaslikni tavsiya qilamiz. Shu videoda eski telefonlarda ham menikichida edi deb ma'lumotlarni xavfga qo'yib ishlatib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Va telefon bu mobilniy narsa, qo'ldan tushadi, qimillaydi, bir marta tushishida o'lmasa ham 3-4 marta yig'ilib shu ahvolga kelishi mumkin. Mana hozir bu akamiz ham hech narsa qilmagan, ertalab tursa shu ahvolda. Ma'lumotimni tikkalab bering, telefonim yonmay qoldi deb keladiganlar ham juda ko'p. Servisimizga o'zingizlar ehtiyot qilinglar va zarur ma'lumotlarni albatta rezervni kopiya qilib qo'yinglar.